Assalomu alaykum, qadrli vatandoshlar. Efirda axborotning navbatdagi soni, studiyada Jamshid Umurzoqov. Mamlakatimizda davlat xizmatlari, davlat xaridlari tizimida raqobat va shaffoflikni ta'minlashga qaratilgan yangi tartiblar joriy etilyapti. Bu boradagi vazifalar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining davlat xaridlari tizimida raqobat muhiti va shaffoflikni ta'minlash bo'yicha navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonida belgilab berildi. Hujjat bilan 2026-yil 1-martdan davlat xaridlari bo'yicha maxsus axborot portalida davlat xaridi predmetining o'rtacha bozor narxini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida hisoblab beruvchi elektron modul ishga tushiriladi. Batafsil hozirgi sharhimizda. Davlat xaridlari har qanday iqtisodiyotda moliyaviy resurslarni qayta taqsimlashning eng muhim mexanizmlaridan biri hisoblanadi. Ular orqali bozorda talab shakllanadi, ustuvor sohalar qo'llab-quvvatlanadi, mahsulot va xizmatlar sifatiga oid standartlar belgilanadi. Shu sababli dunyodagi yetakchi mamlakatlar davlat xaridlari islohotini makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashning muhim vositasi sifatida baholaydi. Jahon tajribasida bu borada ko'plab misollar mavjud. Misol uchun Janubiy Koreyada yagona raqamli KNEPS tizimining joriy etilishi davlat xaridlarining to'liq shaffofligini ta'minlabgina qolmay, minglab kompaniyalar, jumladan kichik va o'rta biznes uchun teng sharoitlar yaratdi. Natijada davlat byudjet mablag'larini tejadi. Tadbirkorlik subyektlari esa barqaror va bashorat qilinadigan bozorga ega bo'ldi. Yevropa ittifoqida davlat xaridlari raqobat siyosatining ajralmas qismiga aylanib, yagona qoidalar, elektron platformalar va axborot oshkoraligi orqali iqtisodiy integratsiyani chuqurlashtirish vositasiga xizmat qilmoqda. Ushbu misollarni umumlashtirgan holda shuni ta'kidlash mumkinki, davlat xaridlarida shaffoflik va raqobat muammolar oqibatlariga qarshi kurashish emas, balki tizimli xavf-xatarlarning oldini olishga xizmat qiladi. Agar 2017-yilgacha O'zbekistonda mavjud bo'lgan holatga nazar tashlasak, mazkur tizimda ham taraqqiyotga to'siq bo'lib kelgan ko'plab muammolar yig'ilib qolganligi yaqqol ko'rinadi. Qator tarmoqlarda raqobat yetarlicha shakllanmagan, davlat buyurtmalariga kirish imkoniyatlari cheklangan, ko'p hollarda xarid jarayonlari faqat rasmiy tusdagi hujjatlardagina aks etgan. Shaffoflik darajasi past, bozor mexanizmlarining roli esa ikkinchi darajali bo'lib qolgandi. Ayrim xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatida raqobat muhiti cheklanganligi, tadbirkorlarning institutsional himoyasining zaifligi, byudjet xarajatlarining samaradorligiga ham, tovar va xizmatlar sifatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatardi. 2017-yildan boshlab Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning shaxsiy e'tibori va siyosiy irodasi tufayli raqobatni rivojlantirish va davlat xaridlarida shaffoflikni ta'minlash sohasida ham tizimli islohotlar boshlandi. Gap alohida o'zgartirishlar haqida emas, balki iqtisodiy boshqaruv falsafasining yopiq modeldan ochiq bozor tamoyillariga asoslangan tizimga o'tgani xususida bormoqda. O'tgan qisqa vaqt davomida zamonaviy me'yoriy huquqiy bazani shakllantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Raqobatni rivojlantirish, monopol amaliyotlarining oldini olish va davlat xaridlariga kirishni teng ta'minlashga qaratilgan yangi qonunlar va qonun osti hujjatlar qabul qilindi. Shuningdek, inson omilini kamaytirish va tender e'lon qilishdan tortib, shartnoma tuzishgacha bo'lgan barcha bosqichlarda jarayonlarning ochiqligini ta'minlash maqsadida elektron xarid platformalari faol joriy etilmoqda. Kichik va o'rta biznesni davlat xaridlari tizimiga jalb etishga alohida e'tibor qaratildi. Belgilangan ustuvor maqsadlar tadbirkorlik faolligini oshirishda haqiqiy drayverga aylanmoqda. Raqobat muhitini rivojlantirish va davlat xaridlarida shaffoflikni ta'minlash masalalari mamlakatimiz prezidentining doimiy e'tiborida bo'lib, muntazam ravishda muhokama qilinib, aniq vazifalar belgilangan holda zarur qarorlar bilan mustahkamlab borilmoqda. Prezidentimiz yaqinda Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga taqdim etgan murojaatnomasida ham sohani kompleks rivojlantirishning ahamiyatini alohida ta'kidladi. Ko'plab ishlab chiqaruvchilar va tadbirkorlar fikrini o'rganib, 2026-yil 1-yanvardan davlat xaridlarida ochiq, shaffof va adolatli tizim yaratyapmiz. Bu tadbirkorlarimizga 300 trillion so'mlik kafolatli bozorda o'zlarining tovar va xizmatlari bilan faol ishtirok etishlari uchun katta imkoniyatlar eshigi ochiladi. Bundan buyon davlat xaridlarida tovar, ish va xizmatlarni to'g'ridan to'g'ri sotib olish mumkin bo'lgan holatlar faqat qonun bilan belgilanadi. Darhaqiqat, bugungi kunda iqtisodiy rivojlanishda uzoq muddatli institutsional uslubni shakllantirish dolzarb ahamiyatga ega. Bunda ochiq va adolatli raqobat hamda shaffof xaridlar hech qanday istisnosiz iqtisodiy hayotning odatiy me'yoriga aylanishi kerak. Bunda yondashuv albatta davlat resurslaridan samarali foydalanishga imkon beradi. Biznes va jamiyatda ishonchni mustahkamlaydi.
Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan tashabbuslarni ro'yobga chiqarish, shuningdek korrupsiyaga qarshi kurash tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha belgilangan ustuvor vazifalar ijrosini samarali tashkil etish, davlat xaridlarida raqobat muhitini rivojlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining davlat xaridlari tizimida raqobat muhiti va shaffoflikni ta'minlash bo'yicha navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Muhtaram Prezidentimiz Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasida ham davlat xaridlari tizimiga to'xtalib o'tganlari bejiz emas. Davlat xaridlari tizimi sohasi qanchalik shaffof, qanchalik adolatli, qanchalik ochiq bo'lsa, tadbirkorlar, mahalliy korxonalarimiz uchun shuncha keng imkoniyatlar yaratiladi. Shulardan kelib chiqib, muhtaram Prezidentimiz davlat xaridlari tizimida raqobat muhiti va shaffoflikni ta'minlash bo'yicha navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonni imzoladilar. Farmon tadbirkorlarimiz bilan tizimli tarzda o'tkazib kelinayotgan ochiq muloqotlarda ko'tarilayotgan takliflarni amaliyotga joriy etish, davlat xaridlari tizimini tubdan takomillashtirish, sohada ochiqlik va shaffoflikni yanada oshirish, xaridlarga zamonaviy IT yechimlarni joriy qilish, qolaversa sohadagi eng dolzarb muammolarni tizimli ravishda hal etish maqsadida qabul qilindi. Mazkur farmon bilan davlat xaridlarida raqobatli xaridlar ulushini 80% ga yetkazish, davlat xaridlarida iqtisod qilingan mablag'lar miqdorini 25 trillion so'mga yetkazish, davlat xaridlarida mahalliy mahsulotlar ulushini kamida 85% ga yetkazish, davlat xaridlarida tadbirkorlarning faolligini 2 karra oshirish kabi asosiy maqsadlar belgilab berildi. Farmon talablari asosida 2026-yil 1-martdan boshlab davlat xaridlari bo'yicha maxsus axborot portalida davlat xaridi predmetining o'rtacha bozor narxini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida hisoblab beruvchi elektron model ishga tushiriladi. Bu nima beradi? Avvalambor bu davlat xaridlarida narxlarni sun'iy asosiy ravishda oshirilishini oldin olishga xizmat qiladi. Davlat buyurtmachilari har bir davlat xaridini amalga oshirishdan oldin mazkur moduldan foydalangan holda davlat xaridlarining boshlang'ich narxini belgilab oladi va mana shu narxlardan oshmagan holda davlat xaridlarini amalga oshirish lozim bo'ladi. Prezident farmoniga asosan qo'yilgan talablardan kelib chiqqan holda sun'iy intellekt texnologiyalari, raqamli texnologiyalarni ham joriy etgan holda Iqtisodiyot moliya vazirligi o'quv markazi tomonidan davlat xaridlari bo'yicha davlat buyurtmachilarini bevosita davlat xaridlari sohasidagi bilim malakalarini, ko'nikmalarini, kompetensiyalarini oshirish bo'yicha hozirda o'quv markazida jadal transformatsiya jarayonlari ham amalga oshirilyapti. Davlat buyurtmachilarini bilim malaka kompetensiyalarini oshirilishi bu davlat buyurtmachilarini sifatli tavarish va xizmatlar bilan o'z vaqtida ta'minlanishiga, shuningdek davlat byudjet mablag'larini maqsadli qonuniy samaradorlik bilan foydalanishiga erishish mumkin. Hujjatga asosan davlat xaridlari predmetining boshlang'ich narxi yoki shartnoma bahosi va uning modeldagi o'rtacha bozor narxi o'rtasidagi tafovut 10% dan ortiq yoxud 20% dan past bo'lsa, ushbu xaridlar davlat xaridlari sohasidagi davlat nazorati organlari tomonidan birinchi darajada tekshiriladigan yuqori xavf-xatar sifatida baholanadi va navbatdan tashqari tekshirish o'tkazish uchun asos bo'ladi. 2026-yil 1-yanvardan boshlab davlat xaridlarida raqobatli usul orqali ayrim turdagi tovarlarni, ishlarni, xizmatlarni xarid qilishning taklif so'rovi yangi tartib taomili joriy qilinadi. Farmon bilan davlat buyurtmachilari tomonidan taklif so'rovi orqali xarid qilinishi mumkin bo'lgan tovarlar, ishlar, xizmatlar ro'yxati, davlat buyurtmachilari tomonidan taklif so'rovi orqali xaridlarni amalga oshirish sxemasi tasdiqlandi. Mazkur farmon bilan davlat xaridlari tizimida bir qator yangiliklar hamda o'zgartirishlar joriy etildi. Birinchi navbatda davlat xaridlarida tadbirkorlik subyektlarini faolroq ishtirok etishga qaratilgan. Ushbu tizimda yangi xarid turlari joriy etildi. Bu takliflar so'rovi hisoblanadi. Ya'ni endilikda buyurtmachilar mana shu tizim orqali bir nechta tadbirkorlarning mana shu o'z takliflarini berish imkoniyatini taqdim etmoqda. Ikkinchisi bu mahalliy auksion bo'ladi va mahalliy auksionda bu o'z nomidan ma'lumki, boshlang'ich narxni pasaytirishga qaratilgan auksionda faqatgina mahalliy tadbirkorlar ishtirok etishlari mumkin. Bu ularni rag'batlantiruvchi yana bitta omil hisoblanadi. Bu bir tomondan ham tadbirkorlarga, ikkinchi tomondan ham buyurtmachilarga ham
qulaylik yaratib bermoqda. Farmonning eng muhim jihati, buni ko'pchilik kutgan norma desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Ya'ni endilikda to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar bo'yicha xarid qilinadigan tovarlar, ishlar, xizmatlar ro'yxati bekor qilinib, davlat xaridlari raqobatli usullardan foydalangan holda amalga oshiriladi. Hujjat asosida joriy etilayotgan yangi tartibga ko'ra, 2026-yil 1-yanvardan davlat buyurtmachilarining xarid rejalari e'lon qilinganidan keyin ushbu ma'lumotlar avtomatik ravishda mahalliy ishlab chiqaruvchilarga elektron xabarnoma tarzida yuboriladi. Shuningdek, byudjet buyurtmachilari hamda mahalliy ishlab chiqaruvchilar o'rtasida auksion savdolarini o'tkazish yo'lga qo'yiladi. Aytish kerakki, mazkur tartib davlat xaridlarida mahalliy ishlab chiqaruvchilar ishtirokini yanada qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Ushbu farmon bilan bugungi kunda mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida bir qator chora-tadbirlar belgilab berildi. Xususan, bular mahalliy auksion xarid turi joriy etildi. Bu nimani beradi? Bu mahalliy ishlab chiqaruvchilar, tadbirkorlarni davlat xaridlariga kengroq jalb qilishi yanada tezlashtiradi. Bu mahalliy auksion bugungi kunda byudjet buyurtmachisi va mahalliy ishlab chiqaruvchi tadbirkor o'rtasidagi munosabatni yana ham soddalashtiradi, yaxshilashga xizmat qiladi. Yana bir muhim yangilik, boshlang'ich narxni pasaytirish uchun o'tkaziladigan auksionda bitta tadbirkorlik subyekti ishtirok etgan taqdirda ham auksion o'tkazilgan deb hisoblanadi. Albatta bu bizani milliy ishlab chiqaruvchilarga katta yordam beradi, eksport salohiyatini kuchaytiradi. Eksport salohiyati oshgandan keyin valyuta oqimi kuchayadi. Valyuta oqimi kuchaygandan keyin tadbirkorlar o'zi shu asosida bemalol chet el bilan raqobatlash salohiyatini oshiradi. Shuningdek, 2026-yil 1-iyuldan davlat xaridlariga oid takliflarni davlat xaridlari elektron tizimi orqali faqat elektron shaklda baholash, davlat buyurtmachilari tomonidan tovarlarni, ishlarni, xizmatlarni qabul qiluvchi shaxslarga ishonchnomalarni davlat xaridlari elektron tizimi orqali elektron ko'rinishda rasmiylashtirish tartibi joriy etiladi. Bundan tashqari ushbu farmon bilan tender tanlov hujjatlarida xarid hujjatlarini jamoatchilik muhokamasidan o'tkazish joriy etildi. Bu xarid hujjatlari jamoatchilik muhokamasida tursa, xarid hujjatlarida har xil raqobat cheklovchi talablar kiritish oldi olinadi. Bundan tashqari, davlat ishtirokidagi yirik korxonalar uchun omborlarda saqlanib kelayotgan nolikvid tovarlarini xatlovdan o'tkaziladi va xatlov natijasida ushbu yirik korxonalar o'zlarining xarid rejalarini ishlab chiqadi. Farmon talablari asosida 2026-yil 1-iyuldan boshlab yagona g'aznachilik va ERP axborot tizimlaridagi davlat xaridlarini amalga oshirish bilan bog'liq barcha axborotlar davlat xaridlari bo'yicha maxsus axborot portaliga real vaqt rejimida uzatib boriladi. Hujjatga muvofiq belgilangan muddatda byudjet tashkilotlarining foydalanishda mavjud bo'lgan xizmat avtotransport vositalari xatlovdan o'tkaziladi va limitdan ortiqcha bo'lgan xizmat avtotransport vositalari o'rnatilgan tartibda sotiladi. Farmon asosida joriy qilinayotgan yana bir yangi tartibga ko'ra, endilikda davlat xaridlari bo'yicha maxsus axborot portalida davlat xaridlari sohasida qonun buzilishi holatlarining oldini olishga qaratilgan davlat xaridlarida nazorat sahifasi joriy qilinadi. Shuningdek, davlat xaridlarida manfaatlar to'qnashuvi holatlarini e-Antikor.uz elektron platformasida masofadan aniqlash, ularning oldini olish tizimi joriy qilinib, davlat xaridlari bo'yicha maxsus axborot portali bilan integratsiya qilinadi. Xulosa sifatida aytganda, davlat xaridlari tadbirkor va ishlab chiqaruvchilar uchun katta bozor, buyurtmachilar uchun esa sifatli va kafolatlangan xizmatlar va mahsulotlarni xarid qilish imkoni. Bozorda savdolar halol, ochiq va shaffof bo'lsa, sotuvchi ham, mijoz ham bundan manfaat ko'radi. Byudjet mablag'lari samarali sarflanadi. Ayni jihatdan farmon muhim ahamiyatga ega.